Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüyotqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyghur biliminin Nəzər proqramısı. Mən alim. Biz bugün Amerikalıq Uyğurşunas doktor Jastın Rādēlson əfəndinin Xitay hökumətinin Uyğurlara qarata elib barğan irqi qırğınçılıq məsələsi üstüdə bir qatar fəaliyyətlərini elib berib Uyğur məsələsini Yahudilar dünyasında tonuşturucu üstüdə söhbət elib barımız. Biz bu münasibət bilan doktor Jastın Rādēlson əfəndini bu söhbətə alayid təklif qıldıq. Söhbətimiz xoş gəldiniz. Yaxşımısınız. Programmaga kelganingizdə qızğın qarşı alımız. Köp rəhmət alim əfəndi. Sizlərni görgənimdən və bu yerdə bolğanımdan xoşalmən. Programma qatnaşdığınızda nəhayət xoşalmən. And just to start with mən sizin çox bir fəaliyyət qılıb atqanınızı biləməm. Bu qanday fəaliyyət? Onun məqsədi nəmə? Well, this is a campaign to try to bring the awareness and empathy Bu fəaliyyət dünyadakı Yahudilarga Uyğurlar duş gələn irqi qırğınçılıqni bildiriş və ularning hissdaşlığını qozğaşni məqsəd qılıdı. Biz hazır yüz berib atqan bu işlərning irqi qırğınçılıq ikənligini əlbəttə bilimiz. O bizge Yahudi çoğ qırğınçılığı məzgildə yüz bergen işlərni əsildidir. Biz Yahudilarga bu cinayətə şerik olub atqanlar tərəfdə turmaslıqni təkidləyimiz. Pasxa bayramı bizning muqaddas bayramlarımız içindeki ən çox bayram. Biz bu bayramda aile boyunca ziyafət qılımız. Mısırdan çıxış hikayesini, Musa peyğəmbərini və biz başdan keçirген qulluq tarixini xatırlayımız. Andın erkinlikning şadlığı çömümüz. Bayram murasimida yegen taamlarımız bizge tarixdə bolğan işlarni əsildidir. Biz bu hikayelerini okuyumuz. Pasxa bayramı ziyafətində biz Yahudilarning hikayesini emas, Uyğurlarning irqi qırğınçılıq uçuravatqan hikayesini okuyumuz. Bu arqılıq başqalarga öz etiqadimizdeki cimi xalq erkinlik erişkendiler bizmo erkinlik erişələyimiz degen haqiqatni eskartimiz. Uyğurlarning erkinlik erişi üçün dua qılımız. Biz bu bayramda simbol xarakterlik bazı fəaliyyətlərni qılımız, hamda Uyğurlarni bu bayram ziyafətimizə təklif qılıb Uyğur tarixidəki bu ən qabahatli günlərni xatırlayımız. to be free, and we're doing several ceremonial things, symbolic things, to invite Uyghurs into our seders and remember them during this terrible time in their history. Pasxa bayramı ziyafətini tilga aldınız. Bu qanday ziyafət? Köpçülükə bir düşündürüb berəmsiz? So seder just means an order. It's basically like a performance. So one of the things we do is we essentially Pasxa bayram ziyafətini asasən qaydilik sorun yoki səhni desək boladı. Biz bu yerdə söhbətləşimiz. Biz başdan keçirgen külfət, yəni qulluqning nimaligi haqida paranglashimiz. Musa alayhissalom kelishdan avval Yahudilarning Firavunning zulm ostida qandaq yashaganligini eslaymiz. Firavun amaliyotda zolim va mustabid hukmron edi. 3000 yil avval Misrda qandaq qabiy ishlar yuz bergan bo'lsa, bugun Xitoydami irqiy qirg'inchilikqa o'xshash qabiy jinoyatlar yuz bermoqda. Pasxa bayramida buningga qarshi ro'yimizni ko'ramiz. Balalarimizga har yili bu hikoyani so'zlab beramiz. Bu bayram Parvardigor bizga o'rinlashni amr qilgan 3 bayramdan biridir. Tavratda shundaq deyilgan. Biz har yili Pasxa bayram kuni kechda ziyofat qilamiz. Bu ziyafət bizni aile boyunca cəm qılıdı. Amma bu yıl undaq qılalmayımız. Zoom arqılıq görüşümüz. Şuna biz aloqator qurub bayramlıq dua risalası oquyumuz. Bu risale bizning bayramlıq ziyafətlərimizə yetakçilik qılıdı. Bu yıl Yahudilar cümlədən dindar kişilərimizin hammasi Uyğurlarning azadlığı və erkinliyi üçün dua qılıdı. Through the Seder performance. And this year we're including in all our prayers for Uyghur liberation and Uyghur freedom. Thank you. Rəhmət. Bayanqı sözünüzə qaraganda sizlər Yahudilarning 3 mühim bayramlarından birini təbrikləməkçi ikensizlər. Undaqda sizlər dua risaləsini oqub qutluklaydigan və Uyğurlarning azadlığı üçün dua qıladigan bu bayram qaysı bayram? This is called Passover, which means that when we were fleeing, there were 10 plagues that Moses was commanded by God to speak to the children of Israel.
Bu bayram dal Pasxa bayramıdır. Onun mənisi halqıb ötüş deganlikdir. Öz vaqtida Misrda 10 xil afat yuz berganda Parvardigor Musa payg'ambarni Yahudilarni bu yerdan elib chiqib ketishga buyurdi. Ammo Firavun buningga yo'l qo'ymaydi. Firavun Yahudilarning ayrilishiga ruxsat qilgan qadar bu 10 xil afat ularni qiynaydi. O kuni kechda ular ketishga majbur bo'ladi. Ular bir qism mollarini elib dengizdan o'tib Misrdan chiqib ketadi. Bu bayram shu kechmishning bir xotirasidir. Yahudilar yana Sinay teg'idan o'tadi. Parvardigorning ne'matlariga erishadi va cheklama farizlarini qabul qiladi. Shunga bu bayramdan keyingi 50 kun nihoyat muhim vaqtdir. Yahudilar bayramda bir kech tunab Tavrat tekstlarini o'qiydi. Ondan tong etib quyosh chiqqanda Parvardigoriga duo qiladi. Uning Yahudilarga Tavratni berib, shariat yo'lini ko'rsatganligi uchun rahmat aytadi. Biz Yahudilarning bu shariatga amal qilayotganiga 3500 yil bo'ldi. They pray to God and thank God for giving them the Torah or the Taurat and the laws to follow that we've been following for the last 3500 years. Siz baya Yahudilarning tarixini tilga oldingiz. O'tgan 3000 yilki Yahudilar boshdan kechirgan nurg'un ishlar Uyg'urlarning kechmishi bilan o'xshab ketgan. Sizningcha bu yerda qanday o'xshashlar bor? Well, the Jews have about a 3500 year history. The Uyghur history is 1400 or more years. So we are both really ancient peoples who have ancient traditions. Bilginingizdak, her iki millet uzun tarix ve an'anaga ega qadimiy millet. Biz Firavunning zulmini boshdan kechirdik. Keyin natsistlar bizning dinimizni yo'qotmoqchi bo'ldi. Ularning bizni bostirishi, ayollarga bosqinchilik qilishi, insonlarga qatlam yurgizib, irqiy qirg'inchilik olib berish qatorliqlar Xitoy qilmishlari bilan o'xshashib ketadi. Yaşanğan kişilerin sakallarının elinishi, dini kitaplarını o'qiy olmasligi, kishilarning majburiy emgak selinish qatorliqlarmi bir-biriga o'xshashadi. Biz o'z vaqtida Misrda qul qilinganlardan edik. Majburiy emgak selinatdik. Biz balalarimizga buni so'zlab beramiz. Biz yana besim va zulm uchrab ig'ir kunlik qilgan kishilarni uchratib turamiz. O'z vaqtida biz Misrda yot eldagi g'ayri insonlar hisoblanatdik. Bu yerdeki farq shuki biz Yahudilar Misrdan qaçtık. Uyg'urlar bo'lsa o'z tuprog'ida Xitoy tarafidan mustamlik qilinadi. Xitoy bu yerni o'z tuprog'i deb yutib olishga urinmoqda. Shunga bu yerda ahvol o'xshamaydi. Uyg'urlar Şinjandan qaçmadi. Ular u tuproqda yashashga muhtoj. 70 ve 80 yıllarda Yahudilar Sovet İttifaqıdan qaçalmagan idi. Rus tadqiqotchilarining hammasi degidek shuningga ishonadi ki Yahudilarning Sovet hokimiyatiga qarshilik ko'rsatish kuchli ta'sir paydo qildi. Ve ular bu devletten çıkıp giderledi. Ahırda bu belki Sovet İttifaqını parçalaşıp elip bardı. In the 70s and 80s, when Jews were not let out of the Soviet Union, and many Russian scholars believe that the protests we had against the Soviets was very impactful, let Jews out, and also maybe brought down or contributed to bringing down the Soviet Union, finally. Wow, That's amazing. And bu maqaltis gapgan ha. Siz Uyg'urlar ishida xilala tonilgan. Uyg'urlar bilan do'stlashganimi nurg'un yillar bo'ldi. Siz Uyg'urlar bilan tunji qitim qachon ko'rishgan va ularga qiziqib qolgan. Siz Uyg'urlar haqida asarlar yozibsiz. Uyg'urlar bilan bo'lgan aloqangiz qachondan boshlangan? Was your initial contact of the Uyghurs? Well, I started studying about China when I was in high school. And I had a very close friend whose father was a very famous writer. Men to'liq o'rta maktabda o'qiyotgan chaqdala Xitoyni tadqiq qilishga qiziqib qolgan. Bir do'stimning dadisi dangliq yozuvchi bo'lib, uning uyida 17 ming parcha kitob bor edi. Men uningga Uyg'urlar qiziqib qolganligimni aytdim. Uning uyida Gunnar Yarin qatorliqlarining kitoblari bor edi. Bu dangliq kitoblarni Harvard universitetida doktorlikda o'qiyotganda obdan esqatdi. Uning kitobxonasi Harvardning kutubxonasidan yaxshi edi. Shunday qilib keyin men 1981-yili Beijingga bordim. And we went to Tiananmen Square Tiananmen meydoniga borsak, u yerda Uyg'urlarning momiyasini ko'rgazma qilib o'tibdikan. Ba'zi momiyalarning chechi qizil, bo'ylari egiz edi. Men hayron bo'lib, bu insonlarning kimligi haqida izlanmoqchi bo'ldim. I have to know who these people are. And you did write at least a couple of books about the Uyghurlar haqida bir necha kitob yozdingiz.
Şuna Uygurlarni xili tushunsiz deb o'ylayman. 1985 yılı mən Turğun Almas və başqa tarixçilar bilan görüşdüm. Şunun bilan Uyğurlar haqida doktorluq tədqiqatını başladım. Uyğurlar özünün tarixini bilməydi degan gapni anglab, bununğa bəklə qiziqib qalğan idim. Xitay hökuməti 1985 yılı Şinjanның sayohatchilik və sodasını içib etdi. Şundaqla nurgun Uyghur ziyalileri yazğıç şairlərə öz xalq haqqında gap qıladigan, öz tarixini yazdıgan və sözləydigan fürsət berdi. Amma mən 1989 yılı Şinjanğa qayıtıb barğanımda bu kitaplar çeklənген idi. When I went back in 1989, a lot of these books were banned. And later you were also involved in the Siz Şinjan tədqiqatı quruluşuna qatnaşdınız və başqa köplügən tədqiqatçılar bilan birlikdə çoğ bir kitap nəşr qıldınız. Bu nima haqida yozilgan kitap? Bu kitap nəşr qılğandan keyin Xitoy hökumətinin inkası qanday bo'ldi? Difficult thing for me because I was Bu mənə təs gələn bir iş oldu. John Hopkins Universiteti məni təklif qılıb bu kitabını tüzüşkə yetəkçilik qıl dedi. Mən Amerikada yaşayotgan Uyğur tədqiqatçıları, İsrailiya, Şvetsiya və başqa joylardakı tədqiqatçılarını yığıb bu kitabını işləşni qərar qıldım. Bu 3 yıllık bir plan idi. Şunun bilan mən bu 3 yılda diplomatlarga oxşaş xizmət qılıb, Şinjanda nima işlərinin bolayotganlığını bilməydigan Xitoy əməldarlarına onu düşəndirishkə nurgun vaqt sərf qıldım. Essentially, this book we developed essentially more scholarly, based sort of on my own work. Bu kitap əməliyyatda mənim əmgiyim əsasında texmi köp tədqiqatlarının çoğuluşu bilan ro'yobga chiqdi. Uningda tabiiy muhit, hərbiy muhit, AIDS kesili və Uyg'urlar yo'liqqan ofatlar diqqatga ilinib, ilmiy usulda tekshirib tadqiq qilindi. Bu kitap tamomlangandan keyin qarasam, bu ilmiyligi yuqori, isil bir kitap bo'ldi. Halbuki Xitoy hökuməti bu kitabdan ənsirdi. Bu kitabni ishlash qatnaşqanlarning hammasining Xitoyga berishini chekladi. Mening ishlarimni oqmadi. Şinjanga endi borolmaydigan bo'ldim. Destroyed by this banning, and I wasn't allowed to ever go back to Xinjiang. And you and many of the scholars who were involved in Şinjan quruluşuna qatnaşqan siz və sizə oxşaş köplügən tədqiqatçılar Xitoyga berishdən çəkinibdi. Bunun arqasından Xitoy hökuməti Amerika və başqa Qərb dövlətlərinin tədqiqatçıları və müxbirlərə şundaq çəklimi qoydu. Undaqda siz xeyli burunlar Xitoy siyasətinin ziyankeşlikə uçraganlarning biri olub hesablanırsınız. An early victim of China's policies. I tried to figure out why I was banned. I was one of the first, wasn't the ban happened in 2003. I didn't really know. Mən Xitoyga berishdən nimishqa cheklanganligimni o'ylab yetishga tirishib baxdım. Tunji qitim 2003 yılı Xitoy mənə viza bermagan. 2008 yılı mən Dartmouth'dagi Xitoy elchisi bilan ko'rishdim. Shu yil 1 oktyabrda ular meni chaqirib, ikki turlik shart qo'ydi. Sizmi bilasiz, buning biri Şinjanning mustaqil bo'lishini qo'llamaslik. Meningmi Şinjanni Xitoydan ayirib etadigan niyatim yo'q edi. Keyin ular meni Xitoyga berishimga yo'l qo'ydi, ammo Uyg'urlar bilan uchrashishga yo'l qo'ymadi. Shuningdan keyin Şinjanga qaytib bora olmadim. Split off Xinjiang from China. They let me in. So, but I wasn't allowed to meet with any Uyghurs for the rest of my time there, and I couldn't go to Xinjiang ever again. Why do you think China is so afraid of a scholar like you and many others? Xitoy sizin və James Millwardga oxşaş Şinjan quruluşuna qatnaşqan başqa tədqiqatçılardan nimishqa qo'rqidi? Naytı roşanki Xitoy o kitobdan və onu yazgan tədqiqatçılardan qo'rqib ketdi. Bu nima uchun? China was obviously so scared of the book and scared of the scholars who penned the book. Why? Xitoy tanqidlarga bak sezgir. Muxbirlarning mo cheklanganligini biz sizlardan anglayotamiz. Yeah, but this is Uyghurs. This is like one of the first books. Amma demakchi bo'lganim, bu eng dastlabda siz qatorliq 10 necha tadqiqotchi birlashib chiqargan bir kitob. Ammo Xitoy buningdan qo'rqib ketib, bu tadqiqotchilarning hammasiga cheklim qo'ydi. Ko'plagan tadqiqotchilar Tibet haqida kitoblarni yozdi. Ammo Xitoyning buningga undaq inkos qaytarganini ancha ko'rmadik. Xitoy nimishqa undan shuncha qo'rqib ketdi. That kind of reaction from China. But why was China so scared? There's a lot of reasons. I think just to mention in my first book,
Buningda nurg'un sabab bor. Tunji kitobimda men Xitoydagi Uyg'urlarning Xitoylar bilan bo'lgan munosabatini, bir-birini xato tushunishlarini, bir joyda birga ishlay olmagan taqdirda munosabatlarning buzilishi mumkinligini yozgan edim. Xitoy islomdan va boshqa har qanday dindan qo'rqadi. But China was always afraid of Islam. It's always afraid of religion. Qo'qishi dindinmi yoki o'z zaminning Xitoyga tabe emasligini bilganligidanmi? Uyg'urlar islomga e'tiqod qilsin qilmasin, Xitoy Uyg'urlarni bostiraverdi. Chunki Tunganlar islomga e'tiqod qiladi. Ammo bir yil avval Xitoy hukumatı ular bilan chatg'i bo'lgan yo'q. The Chinese government had no problem with Hui Islam up until like a year ago. To'g'ri. Xuyzolar madaniyat jihatda Xitoy bilan o'xshash. The Huis do not have the territorial problem with China, whereas the Uyghurs, Tibetans, Tunganlarning Xitoy bilan zamin da'vosi yo'q. Ammo Uyg'ur, Mongol, Tibetlarning bor. Shunga Xitoy bu millatlarni terrorlik bilan va boshqa bahanalar bilan bostirdi. Xitoy hukumatining eng qo'rqadigani bu zaminlarni qo'ldan berib qo'yish. Sizga o'xshash tadqiqotchilar va boshqalar bu zaminni tarixdan beri Xitoyga tabe emas deb yozsa, mustamlikachilikka qarshi kuchli isbot maydoniga keldi. Ular mana shuningdan qo'rqidi. Very brutal and colonial. So that's the fear they have. Yeah, I think also the idea was when you take Shundaq, siz bir zaminni ma'lum xalqning qo'ldan tortib olganda, u zaminga o'z odamingizni ko'plab o'rinlashtirasiz. Demakchi bo'lganim, Amerikama yerlik xalq shundaq qilgan. Men kitobimda bularni selishtirdim. Ahvol asosan o'xshash. And you start settling lots of people there. So with Haggadah bayramlik duo ishga kelsak, albatta bu Uyg'urlar minnatdor bo'ladigan yaxshi faoliyat ekan. Sözünüzge qaraganda bu faoliyatda duo qilguvchilar siz ta'kidlagandek muhim temalarda duo takbir qiladigan. Agar avvar ko'rmasangiz, ko'pchilikka nima ish qiladiganlarni bildirish uchun shuning ichidagi bir qism mazmunlarni deb berishga bo'larmi? Well, one of the just a couple symbolic things is first is Bo'ladi. Buning ichida bir qancha simvollik narsalar bor. Buning biri paxtani deb majburiy emgak silingan Uyg'urlar uchun hozirlangan. Pasxa bayrami ziyofatida ustalda simvollik yemekliklarimiz bo'ladi. Ondan biz ustalga paxta kallik qo'yib, Uyg'ur majburiy emgagining oyoqlashishi uchun duo qilamiz. Biz yana kashlik ziyofatimizda bizga qitilolmagan Uyg'ur mehmonlar uchun ba'zi ustallarni bo'sh qo'yamiz. Chunki ular o'z xalqi uchrayotgan bostirish va irqiy qirg'inchilikqa qarshi kurash qilyotdi. Yana bir ish bo'lsa, biz qayta yuz bermasligi kerak bo'lgan bu fojia, ya'ni Yahudi cho'ng qirg'inchiligi va irqiy qirg'inchilik haqida suhbatlashamiz. Bir mashhur Yahudi shoir mushu haqda isl misralarni yozgan bo'lib, men uni o'qishni yaxshi ko'raman. About never again. O'qipagan bo'lsangiz. First, they told the Uyghur men that they could not wear beards. Boshda ular Uyg'ur erlariga soqol qo'ymaslikni aytdi. Ondan ularni qul emgakchi qildi. Men hech nima demadim. Chunki men Uyg'urlarning kimligi haqida aniq bir narsa deya olmaydim. Ondan ular Uyg'ur ayollarini lagerlarga solab xo'rladi. Bu chaqda hech nima demadim. Chunki ular mendan noyda yiroqdek tuyulatdi. Ondan Uyg'urlar yo'qolib ketishga boshladi. Shuning bilan o'yg'andim. Shu chaqda his qildimki, men qayta yuz bermasin degan gapimga amal qila olmabdiman. Never again. Wow, this is extremely. Bu so'zlar nihoyatda ta'sirli ekan. Ziyofatda duo qiluvchilarning hammasi Yahudi Uyg'ur do'stligi haqida paranglashadi. Biz barliq Uyg'ur qarindoshlarimizning Yahudilar Misrdan qutulib chiqqanga o'xshash zulmdan qutulib chiqishi uchun duo qilamiz. Uyg'urlar toki ozodlikqa erishib, Xitoyning zulmidan qutulganga qadar biz to'xtab qolmaymiz. Bu kishini ta'sirlantirgan buyuk harakat albatta. Touching, very moving. I can tell you also that this campaign has increased to measures beyond anything we expected. Sizga aytsam, bu harakatning ta'siri bizning o'ylaganimizdanmi cho'ng bo'ldi. Faoliyatchilar bizga bu faoliyatni 5 Yahudi chirkovida o'tkazish kerakligini da'vatadi. Shundaq bo'lganda hozir bu faoliyatning ta'siri 1 milliondan 2 milliongacha kishiga kengaydi. Dunyo Yahudi o'quvchilar uyushmasidagi 800 ming kishi dunyo miqyosidagi 2 million konservativ Yahudilar bilan birga faoliyat qiladi. Men dushanba kuni Yahudi dinining qo'lliq a'zolari bo'lgan barliq konservativ Yahudilarga so'z qilaman.
Latin Amerikasını bununla qoşqanda ularning soni 200 mingga boradi. Demek hazır bu qırğınçılıqni körüp yetken Yahudilerimizin sani barğansıra eşivatıdı. Men bu faaliyetning ta'sirining cho'ng bo'lishini, Yahudilarning Uyg'urlarni himoya qilishini, shundaqla Xitoyga besim qilib bu qirg'inchilikni to'xtatishni umid qilaman. Biz bu faaliyetda yana diqqatimizni Volkswagen shirkatiga qaratamiz. Ular Uyg'urlarni qul o'rnida ishlatmoqda. Biz yana Uyg'urlarni qul qilib to'qimchilik mahsulotlari ishlab chiqargan 90 dan ortiq shirkatga qarshi faoliyat qilamiz va bu mahsulotlarni setib olgan kishilarning buningga bo'lgan hushyorligini o'stiramiz. Over 90 international companies that are using Uyghur produced textiles from forced labor and protesting against them and trying to essentially raise their awareness of what's going on and raise people's awareness of the fact that they're buying textiles, cotton textiles that are produced by Uyghur slave labor. Mençe bunun təsiri nəhayət güclük boludu. Axırda soraydıqınım, sizin qılıyatqan bu çoğ fəaliyyətdən keyin yana başqa planlarınız barmı? You're working on any other plans you have? Yeah, one of my dreams was to create a seder or a haggadah for the Uyghur people that teaches Uyghurs about their own culture, about their history, about their poetry, about their music. Mening Uyg'ur xalqi uchun Pasxa bayrami ziyofati hozirlash yoki duo risolasi o'qish faoliyati o'tkazish, shu orqali Uyg'urlarni ularning madaniyati, tarixi, she'riyati, musiqasi, adabiyoti va dinini yaxshi tanishtirish orzuyim bor. Shunga bu faoliyatda Parvardigorga qaraganda Musa payg'ambar ko'proq tilga ilinadi. Uyg'ur tarixchilari va she'rlar haqida suhbatlar bo'ladi. Biz yana mashrabga o'xshash faoliyatlarni o'tkazsak deymiz. Ammo buningda er bilan ayol bir so'ringa jam bo'ladi. Biz yana 5-oyning 5-kuni Do'ppi bayrami o'tkazishni o'ylashyapmiz. Ondan biz yana Ro'zayit bilan Qurban hayitda Uyg'ur madaniyatini tanishtirish faoliyati qilishni planlayapmiz. Qurban hayitda biz Uyg'urlar uchun xayr-saxovat qilib, har xil fondlarni qurib, musulmon ellarda yashayotgan Uyg'urlarning qurbonlik qo'y setib olishiga yordam qilishni o'ylashyapmiz. Xitoyning kuchi bir balvoq bir yo'l plani orqali hamma yerni qoplaganligi, arablarning Xitoy bilan hamkorlashganligi uchun Uyg'urlarga yordam qilmaydi. Biroq biz Uyg'urlarning boshqa musulmonlarga o'xshash unutilib qolmaganligini ko'rsatamiz. Ularga pul yig'ish qilib yordam qilamiz. Uyg'urlar orqali arab islom ellaridagi ojiz insonlarmi bu yordamga erishadi. Mençe biz Yahudilarning irqiy qirg'inchilikqa bo'lgan hushyorligini o'stirganga o'xshash musulmonlar dunyosining hushyorligini o'stirishimiz lozim. Biz yana Yahudilar, musulmonlar, xristianlar, umuman barliq ittifoqchi xalqqa Xitoyda zulm uchrayotgan Uyg'urlarni birlikda himoya qilib, ularga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishning naqadar muhimligini bildirishni umid qilamiz. Biz bilimizki, dunyoning qo'zg'alib Xitoyga qarshi turishiga uzun vaqt ketadi. Ammo biz Yahudilar bunun qarab turolmaymiz. Biz cho'qim aktiv bo'lishimiz kerak. Shuni ko'plagan Yahudilar bu faoliyatimizni qo'llayotdi. Qaltis yeri shuki, bu faoliyatga nurg'un insonlar ketilib, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar bilan birlikda xizmat qilmoqda. Bu faoliyat qatnashadigan Uyg'urlar bor. Bayramlik ziyofatimiz bor. Biz bu ziyofat va duo risolasi o'qishni musofir bo'lish va hayot qilishning siri deb qaraymiz. Uyg'urlarning hayot qilishi uchun yaqin yurtda musofir bo'lishga majbur bo'lmasligini umid qilamiz. Shundaqdimi biz ularning o'z mavjudligini saqlab qolishi uchun o'z tarixini, jumladan Yahudilarning o'zini qanday saqlab qolganligi tarixini o'rganishini, shu orqali o'zlarini bir butun millat va madaniyat sifatida qo'g'dab qilishini tilaymiz. Uyghur exiles throughout the world to put this together, and we will have Uyghurs at our seders and essentially teach Uyghurs. We consider the Seder and the Haggadah to be one of our secrets for survival in exile. And we hope that the Uyghur people will not have to go in exile in order to survive, but we want them to basically survive by learning their own history and perhaps also learning our history and how we survived and what they can do to ensure their survival as a people and a culture. Haqiqatan to'g'ri dedingiz. Musa alayhissalomning tarixi biz Uyg'urlarning tarixidanmi o'rin olgan. Uyg'urlar kichik vaqtidan tortibla bu tarixni o'rganib cho'ng bo'ladi.
idea with Qurban and with the Hajj, this idea of Abraham sacrificing his first son. Biz faqat Qurbaniyat va haj to'g'riliq fikrimizni o'rtoqlashib baqaylik. Bu qissada İbrahim payg'ambar tunji o'g'lini qurbonlik qilmoqchi bo'ladi. Musulmonlar asosan uni İsmoil payg'ambar deb qaraydi. Biz Yahudilar bo'lsak, uni Ishoq payg'ambar deb qaraymiz. Ishoq payg'ambar Yahudidir. Pasxa bayrami ziyofatida bizning qiladigan simvollik ishlarimizdan biri hilal deb ataladigan sandvich tayyorlash. Uningga ushaq bolk parchalari ishlatildi. Chunki Yahudilar Misrdan qochadigan chaqda bolk ximirlarini o'rlatgudek vaqt qolmagan. Bu ziyofatda shuni yeymiz. Ondan ba'zi ochiq giyohlarni kavob bilan aralashtirib yeymiz. Hammaylar birlikda g'izolanamiz. Bu bizning qulluqdan qutulib erkinlik chiqqanligimizni bildiradi. Ziyofatda yana alohida meva taqsimiz bo'ladi. Uningga meva chiva va Shinjongdan keltirilgan yangoq meg'iz qo'yamiz. Bu simvollik yemekliklar orqali kishilar o'tmishni eslaydi. Uyg'urlarni yod etadi. Biz Pasxa bayrami deb ataydigan bu bayram ana shundoq alohida o'tkaziladi. U yana Matsaq bayrami, yana Ushaq bolki bayrami deb ataladi. Men bu bayramlik faoliyatga qatnashganligimdan xushalman. Bizning Yahudilar va Uyg'urlardan bo'lib ko'plagan iqtidorli kishilarimiz bor. Dunyoning har qaysi joylaridagi Yahudi tashkilotlari va diniy organlar bizga yordam beryapti. Kishini hayron qoldirdigani shuki, nurg'un kishilar hozir Uyg'urlarga ko'ngil bo'lyapti va ularning o'z tuprog'ida erkin yashashini umid qilyapti. Many very powerful Jewish and Uyghurs, but Jewish organizations and religious institutions who are supporting us all over the world. And it's incredible. It's really incredible how fast this moved, because so many people care about the Uyghur people and want them to be free in their own homeland. Alayda vaqt chiqarib bu suhbatga qatnashganingiz ko'p rahmat. Jostin Rādēlson efendi. You have been such a wonderful Siz Amerikada bu ishlarga qaltis kuch chiqarib kelyapsiz, olim efendi. Men do'stligimizni qadrlayman. Sizni ko'rganimdan va bu suhbatga qatnashganligimdan xushalman. Meni ziyorat qilganligingiz uchun sizga rahmat. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelasi hafta ko'rishishga xushvaqt bo'ling.